Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar, sog' salomatmisizlar? Biz bugun baqlajondan super salat tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlar: baqlajon 2 kg, sabzi 4 dona, qizil bolg'ari, qalampir 4 dona, achchiq garmdori 1-2 dona, ta'bga qarab, chesnok 5-6 bo'lak hamda tuz. Ishning borishi: birinchi baqlajonni yaxshilab yuvib, o'rtasidan 2 ga bo'linadi. Baqlajonni tuzli suvda qaynatib olinadi va soviguncha qo'yiladi. Sabzi, chesnok qirg'ichdan o'tkaziladi. Bulg'or qalampiri va achchiq garmdori choperdan o'tkaziladi va hammasi idishga solinib, tuz sepib aralashtiriladi. Aralashmadan har yarimta bo'lak baqlajon ustiga solinib joylashtiriladi. Ustma-ust taxlanib bo'lgach, ustiga og'ir narsa qo'yib bostiriladi va 1 sutkaga qoldiriladi. Vaqt o'tgach, dasturxonga tortiladi. Yoqimli ishtaha. Bu salat ishtahani ochadi, virusli infeksiyalarga qiron keltiradi, antioksidant, ya'ni onkologik kasalliklarni davolashda muhim ahamiyatga ega. Azizlar, siz kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring.